Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun ko'rib ajoyib proyekt Antalya proyekti haqida informatsiya berib o'tamiz. Studiolar 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralardan iborat Dubai Sport City'da joylashgan. Xo'p, kelar buni lokatsiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rayotganlaridek mana bu yerda Dubai aeroporti, downtown, Palma va Marina va bu yerga Al-Maktoum aeroporti. Biz aytayotgan Dubai Sport City mana shu joyda joylashgan. Lokatsiyasi bo'yicha juda ham yaxshi. Ko'rganinglardek Hessig Street bilan 311, ya'ni Muhammad bin Rashid yo'llari tutashgan joy va Al-Xilda oxirida joylashgan va bu yo'llar bilan Dubayda kerakli hamma joylarga qisqa va oson yetib borsa bo'ladi. Hessig Street bilan to'g'ri Marinaga 10 minut atrofida yetib borsa bo'ladi. Xuddi shu yo'l bilan Dubai Downtownga 15 minut yetib borsa bo'ladi va yangi ishlayotgan aeroportga ham 15 minut yetib borsa bo'ladi. Xo'p, 311 bilan Dubai aeroportiga 20 minutdan sal ko'proq atrofida yetib borsa bo'ladi. Lokatsiya juda ham yaxshi. Kelar yaqinroqdan ko'ramiz. Va rayonda o'zi ham Dubayda golf maydonlari bor sanoqli rayonlardan biri hisoblanadi. Hop, kirish va chiqishlari oson. Mana buni Al-Xil Road tugashi, mana bu yerdan kirish va 311 dan kirish va Hessig Streetdan kirish va mana bu Tilaloq tarafdan kirish. Ya'ni har tarafdan kirish yo'llari bor lokatsiya uchun. Hop, bundan tashqari nomidan o'zinglar bilib turibsizlar, Sport City, ya'ni sportga urg'u berilgan rayonlardan biri. Hop, mana bu yerda o'zi tayyor kriket stadioni bor. Keyin master plan bo'yicha ikkita stadionlar tushadi. Bundan tashqari mana bu yerda maktabi bor va bu yerda maktablari bor. Va bu yerga ko'rayotgan mana yashil zona bu katta sport kompleksi. Bu yerda futbol o'yinlari, kriket maydonlari, futbol maydonlari va katta sport zallar va bir qancha sport darslari olib boriladi. Va plyusi biz aytayotgan proyekt mana shu joyda joylashgan. Har bitta kirish va chiqishga juda ham qulay joyda joylashgan lokatsiya hisoblanadi mana. Mana shu uchastka biz aytgan proyekt uchastkasi. Ko'rib turganingizdek, yo'lning bo'yida supermarket bor, buni yonida masjid bor va bu yoqida mana kriket stadioni bor. Har taraflama qulay. Va Dubayda master plani bo'yicha kelajakda mana bu yerga metro stansiya tushadi. Va metro stansiyaning yonida bo'ladi inshaalloh. Xo'p, keling proyekt haqida. Proyekt o'zi ko'rib turganinglardek uncha katta bo'lmagan bino. Ground floor, ikkita podium va 15 etajdan iborat bo'ladi. Aytganimizdek, studiolar 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralardan iborat. Ularning planirovkalarini ko'rsataman. Bundan tashqari mana birinchi etajda bir qancha qulaylardan iborat bo'ladi. Mana bu endi shu birinchi etajda planirovkasi. Xo'p, ko'rib turganlardek mana ikkita basseyni, ochiq sinema, kinoteatr, yopiq zal, mana ochiq zal, mana kiyim almashtiradigan xona, ayollar va erkaklar uchun alohida mana mini golf, mana uy hayvonlari uchun park, zen garden, mana yoga area, bolalar o'ynaydigan maydon, barbekyu area, family sitting area, va meeting roomlardan iborat, bir qancha qulaylardan iborat. Hammasi o'zini hozir zen garden qanday bo'lishini haqida ko'rsataman. Shunaqa proyekt bo'ladi. Juda ham yaxshi, ya'ni yashil zonalardan iborat, dam oladigan, o'ziga kerakli qoladigan hamma qulayliklarga ega bo'ladi. Va bu resepsioni qanday bo'lishi, va bu mana 1 bedroomlilarda, ya'ni yotoqxonalarda qanday bo'lishi, o'zining garderoblari bilan birga keladi. Bu mehmonxonalarda qanday bo'lishi. Xo'p, bu yerda bitta etajda o'rtacha 13 dan 14 ta kvartiradan iborat bo'ladi maksimum. Va shularda qanday joylashish haqida. Xo'p, bu mana studiolarda planirovkasi. Mana bu yerdan kirish, oshxona, tarafdan sanuzel. Ammo ko'rib turganinglardek mana studioda ko'rinishi, planirovkasi, bu yerda kirish, oshxona, sanuzel, mana garderob, yotoqxona va balkondan iborat. Bularning razmerlari o'rtacha 40 kvadrat metrdan boshlanyapti. Va bu endi 1 bedroomlarning ko'rinishi. Mana kirish, oshxona,
mehmonxona, mana yerda mana anaqa powder room deymiz, nima sanuzeli bor. Keyin mana bu yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzi bilan birga balkonlari bor. Planirovkalar juda ham yaxshi, standart. Kaboni 2 bedroomlarda ko'rinishi. Kirish, oshxona, mehmonxona, balkon. Mana bu yerda общий sanuzel bor. Bu yerda bitta yotoqxona, o'zini sanuzeli va garderobi bilan. Bu yerda ikkinchi yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzi bilan birga. Va balkonlari ham bor. Menga yoqqani har bitta yotoqxona o'zini alohida sanuzeli bo'ladi. Masalan, shuni 3 bedroomlarni ko'rsataman. 3 bedroomlar mana bu yerdan kirish, mana oshxona, mehmonxona, mana bu bitta yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzi bilan birga. Va bunisi ikkinchi yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzi bilan birga. Va mana bunisi uchinchi yotoqxona, o'zining garderobi va sanuzi bilan birga. Har bitta yotoqxona o'zining sanuzeli bor, plus mana bu yerda общий sanuzel ham bor. Keyin balkon. Xo'p, shunday holatda bo'ladi. Proyektda eng qiziqarli taraflardan biri, yana biri bu plan oplatasi, ya'ni to'lov plani. Umumiy olganda 64% qurilish davomida 36% 3 yilga bo'lib to'lash sharti bilan beryapti quruvchi. Razmerlari yaxshi, lokatsiyasi yaxshi, rivojlanayotgan rayonlardan joylashgan. Ham pul oqimi bo'yicha ham 64% to'labgina uyni kalitini olishingiz mumkin va uni ekspluatatsiyaga, ya'ni arendaga berishingiz mumkin, yoki o'zingiz yashashingiz mumkin. Keyin bunday qulayliklar bilan jihozlangan uyni narxlari albatta o'sadi. Xo'p, bu ma'lumotlar qiziqarli bo'ldi degan umiddamiz. Savollarlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Dubaydagi proyektlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Rahmat katta.